Feruza Toshpo'latova nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum. Doktor, mening qizimda ham yo'tal bor. Yaxshi bo'lib ketmayapti. Doktorlar obstruktiv bronxit deyapti. Lekin 2019-yil gastroezofagit kasalligi bilan og'rigan. Shundan bo'lishi mumkinmi? Yo'talganda zarda ham bo'ladi. 3 yildan buyon yo'taldan charchab ketdi, debdilar. Savol uchun rahmat. Bu holat qachon uchrashi mumkin? Bu holat gastroezofageal reflux kasalligi deyiladi, ya'ni oshqozon suyuqligini oshqozon bilan qizilo'ngach o'rtasidagi sfinkterda disfunksiyasi, ya'ni yaxshi ishlamasligi sababli qizilo'ngach orqali tomoqqa kelishi va nafas yo'liga oz-ozdan ketishi tufayli nafas yo'lida ta'sirlanish, obstruksiyaga, astmaga, bronxlar giperreaktivligiga sabab bo'lishi mumkin. Bu narsani buni yana qo'shimcha simptomlardan bittasi bemorda faqat yo'tal kuzatilishi mumkin. Ba'zi bir bemorlarda ovqatlanib o'tirganda yo'tal paydo bo'ladi. Kimdadir ko'p ovqatlangandan keyin yo'tal paydo bo'ladi. Yana kimdadir bo'lishi mumkin, uyqudan turgandan keyin doim tomoq og'rib qolish. Soat 9-10 ga borib kunduzgi aktivlik jarayonida mana shu tomoq og'riq yo'qolib qolishi. Ba'zan hech qanday oshqozondagi muammolar, hazm bilan bog'liq muammolar bo'lmasdan faqat bemorda o'zida yo'talda o'zi bo'lishi mumkin. Bular hammasi gastroezofageal reflux kasalligi tufayli kelib chiqishi mumkin. Bu holatda nima qilinadi? Birinchi navbatda ingalyatsion glukokortikosteroidlar va farmaterol, salmeterol kabi preparatlarni birgalikda qo'llash zarur. Va shuning bilan birga albatta oshqozonni ham davolash zarur. Nimalar qilinadi? Oshqozonga antitsid preparatlar, qoplab oluvchilar, omez, proton nasos ingibitorlari, almagir kabi preparatlar beriladi. Shuni ta'kidlab o'tishni xohlardimki, gastroezofageal reflux kasalligi va bu tufayli paydo bo'lgan yo'tallarni, obstruksiyalarning lecheniyasi uzoq davom etadi. 3-6 oy, ba'zan 1 yilgacha cho'ziladi. Qo'shimcha yana tavsiya qilishimiz mumkin, bemorda ich qotishiga imkon qadar yo'l qo'ymaslik kerak. Ich qotish bilan bog'liq muammolarni albatta bartaraf etish kerak. Bemorlar kechqurun uyquga yotishdan kamida 4 soat avval ovqatlanish tavsiya qilinadi. Ya'ni bemor kechqurun 10 da uxlaydigan bo'lsa, kech payt 6 da ovqatlanib bo'lgan bo'lishi kerak. Zarda qiladigan, hazmni buzadigan mahsulotlardan imkon qadar uzoq yurish kerak. Mana bu tarkibida konservantlari bor, sun'iy mahsuloti bor mahsulotlarni butunlay ratsiondan chiqarish kerak. Bunday holatlar, bunday yo'tallar haqida YouTube'da kontent e'lon qilganmiz. Shu kontentni ko'rib chiqishni tavsiya qilgan bo'lardik. Sog' bo'ling, e'tiboringiz uchun rahmat.